hurmatli prezidentimiz gaplarini eshitib tursam, juda ham samimiy gaplar, juda ham boyag'i kerakli narsalarni gapiryapti-da. O'ylagan niyatlaringizga yetib keldingizmi? Mana keldikmi dedi, shu yerga yetib keldikmi dedi. O'zinglar hal qilinglar. Qarorni biz aytganingizga qo'l qo'yamiz. Bizga aytinglar. Insonlarga yetilgan qo'shinimiz bilan bir ruhiy oziqa olib, shundan baribir bizni xohlaymizmi, xohlamaymizmi ko'p yoshlarda bunga emas, o'sha g'arbga intilish ko'proq-da. Sizlar birinchi o'zimiz urf odatni joyiga qo'yib qo'yinglar. Oson emas desangiz bir yurak kirib boradi. Oson emas desangiz kirmaydi. Men bugun bir unvon olib fikrim o'zgarib qolgan joyi yo'q. Hurmatli prezidentimiz aytdi, menga dedi, milliy degan so'z yoqadi dedi. Kel jona jonim, ha? Sendan bo'lak kerak emas. Bu nola. Boshqa hech qaysi xalqda bunaqa bo'lolmaydi-da. Ustozlarning qo'shig'ini eshitganmiz. O'zbekcha kolorit boshqa narsa do'stlar. Turkcha kolorit kirib ketgan. Muzikani chalsam, orasida turkcha muzikani chalib qo'yadi. Shuni qilmaysiz, hozir modada deydi. Xo'p, mayli. Foydalanasiz cholg'ulardan. Lekin baribir qanaqadir sizga o'zbekona chiqaveradi-da. O'zbekchada ham muzika chalinganda xayolingizni olish kerak. Masalan, no deb o'zbekcha nola qil desang, qilmaydi, qila olmaydi. Shu yoshlikda zapsini eshitsa, u yoshligini eslaydi. Uni yoshlarimiz hayotda eshitmaydi. Bekorga do'mburani olib turib, yaxshimisizlar, bir narsani beringlar, men ketay degan joyi yo'q u. Bekorga Rustam qori Tursunov demaydi. Mana Xayrilla akamlar, G'ulom akalar, Sherali Jo'rayevlar milliy ruhda qo'shiq qilib ketdi. Ul qaroq ko'zlariga surma beja tortadir. Dan. Avvalo prezidentimiz tomonidan yuksak e'tirof etilgan ijodingiz, o'sha sizni O'zbekiston xalq artisti degan yuksak mukofotga loyiq ko'rilganingiz bilan chin dildan jamoa nomidan, o'zim nomidan tabriklayman. Omadingiz bersin. Bunaqa yuksak mukofot hammaga ham nasib qilavermaydi. Orzu qilib o'tib ketganlar bor, ularni hammasini men o'zim ham bilaman. Bu juda faqat faxr bilan birga odamning zimmasiga ancha mas'uliyat ham yuklaydi bunaqa narsalar. Siz o'zingizni o'sha eshitgan paytingizda qanaqa his qildingiz yoshjon? Kayfiyat qanaqa bo'ldi? Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bizni ko'rib turganlar, Gulchehra opa, sizni ham sizni yaxshi ko'raman, juda ham yaxshi insonsiz. Rahmat. Do'stlarimiz hammasini ham. Endi bu avvalambor Allohni bizga bo'lgan bir marhamati. Ilohim Allohga shukrlar bo'lsinki, shu sababchi mana bizning yurtboshimiz shu narsani munosib ko'ribdi. Bir kichkina bir mehnatimizni, bo'lmasa qilgan mehnatimizni endi ancha yil davomida qo'shiq etib shu onamda kelyapmiz, maromda. Shularni bir buyuk unvon bilan bizga taqdirlashi men uchun juda ham bir kutilmagan voqea bo'ldi. Bir safarga ketuvdim, shu yigitlar chiqib sizga unvon beribdi dedi. Xo'p, hozir dedim, bayram bo'lmasa, hech qanaqa bir narsa bo'lmasa, qattan unvon bo'ldi dedim. Shu bilan o'yladim, ishonmadim bu. Aytaveradi dedim. Shu bilan yana chiqib etishdi. Keyin sal o'zimizga kerakli odamlardan chiqib so'rasam, ha dedi. Men o'zi birinchi xabar kelgandan o'zim shaytonlashni boshladim o'zi aslida. Tilim aylanmaslikka boshlandi. O'z-o'zidan. Odam juda ham qattiq hayajonda ya bo'lmasa, xursandchilik bo'lsa, shunday bo'lar ekan inson. Keyin shu bilan men aytdim, nahotki men shunchalik darajada shu darajaga keldimmi, men ham dedim. Men ham shu xalq artistlari ukalarim oldida, do'stlarim oldida, akalarimiz, katta ustozlar oldida men ham shular safiga qo'shildim deb. Tilim aylanmaydi. Aniq xabar keldi. Shunda ham 100% u narsaga ishonch yo'q. Chiqib opamlar bor edi hovlida. Ayta olmayman. Sal kun qorong'i edi, bilasizlar, 8larmi shu atrofida bilsanglar, xabar bor edi. Shu svet u yoqqa tushib turibdi. Men orqamdan sal balanddan meni ko'zimni ko'rak yo'q, ko'zimda yosh. Bir narsa deb gapira olmayapman-da. Shu bilan nima deyapti-da? O yaxshimi, o'zi yaxshimi deyapti. Men aytdim, nima qilyapman? Hayajon. Deyapman. Ana qilmayapman-da, gapira olmayapman-da. O'tdim, gapira olmadim. Shu amalda eta olmadim. Tilim aylanmay qoldi. Shunday darajada xursandchiligim, cheksizligim mana shu yerdan o'zi aslida ma'lum. Baribir aytdim. Va urra dedi. Ular xuddi men hazilashgandek
anaqa qilyapti, qabul qilyapti. Sababi hech kim ishonadigan joyi yo'q. Hazil gapga hazilday qaytyapti-da menga. Shunda ham rost yolg'onni ham so'roq yo'q-da. Hazillashyapti-da menga degan fikrdek bo'lyapti-da. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Shu opam yoshligimdan menga ko'p she'rlarni topib berib berardi. Mana shu qo'shiq aytishimga katta hissasi qo'shilgan. O'sha mehr qolur, muhabbat qolur. Oldin bilasiz, Gulchehra ona bo'lardi. Saodat jurnaliga Sharq yulduz deganlar bo'lardi, bilasiz. Hozir ham bor. Shularda she'rlar chiqardi, she'r to'plamlari chiqardi. Shundan topib yurardi menga-da. O'sha she'rlarni Muhammad Yusufning she'rlarini oldindan tanimasimdan oldin opa topib berardi. Ko'p yaxshi narsalarni. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin, ilohim oilamiz ham tinch bo'lsin. Shu bizning xursandchiligimizga hamma muxlislarimiz, oilalarimiz sherik bo'lsin, ilohim. Albatta hayajon juda kuchli bo'ldi Gulchehra. Men endi aytayapman-ku, yana qolaversa mana hozir o'zi kirib taqdimot qildi, yana birinchi qo'yib qo'yibdi mana eng boshiga-da. Yo'q, bizlar endi bar o'zimizni sal bo'lsa ham yig'ishga harakat qildik, sababki oldin ham majlislarda ko'p bo'lganmiz. Hurmatli prezidentimiz gaplarini eshitib tursam, juda ham samimiy gaplar, juda ham boyagi kerakli narsalarni gapiryapti-da. Ko'rsangiz bilasizmi, o'zining bir do'stidek hamma bilan muloqotda bo'lyapti-da. Samimiy, yurakdan gapirgan ekan odam. Misol biz birov gapirsa, qunt bilan eshitish mahoratim bor-da meni. Juda ham bir qanaqadir berilib ketyapmiz-da, shuning aytgan gaplarini eshitib, juda chiroyli. Keyin majlisga kirganimizdan keyin qanaqa imtiyozlar, san'atkorlarga qanaqa imtiyozlar berib tashlayapti-da. Nima deydi? O'sha paytda ham hayajonda bo'lgan uchun sal yodimdan chiqarib qo'yapman. Menga bo'lgan fikri shunday bo'ldiki, chiqqandan keyin o'ylagan niyatlarga yetib keldikmi degandek qildi-da. Mana o'ylagan niyatlaringizga yetib keldingizmi? Mana keldikmi dedi, shu yerga yetib keldikmi dedi. Degan so'z, mana sabr qilsangiz kelamiz. Siz hech chetda qolib ketmagansiz degan bir fikr menda shunaqa fikr paydo bo'ldi-da. Bir samimiy gapirganiga men shu aytayapmanki, shu prezidentning oldidan ketkim kelmadi. O'sha kirganda ham shu bir qunt bilan gaplarini, shu boya imtiyozlarni eshitib o'tirdim. Shunchalik ruhlanib ketayotganimdan gapirayotgan joyim yo'q. Menga gap bermasa ham mayli deb turibman. Kerak ham yo'q gap menga. Lekin ko'p gaplari qulog'imga kirmayapti ham-da. Kirmay qolyapti. Nega deng? Uncha-muncha odamlarniki bee'tibor o'tirganlari, yo bo'lmasa qunt bilan o'tirgan odamlarni ko'rib, men sal aytayotgan gaplardan ham adashib qolyapman-da. Menda shunaqa narsa bor, bir katta auditoriyaga kirsam, bir majlislar zalda, ilovsa meni oxirga o'tkazinglar deydigan odatim bor-da. Men gapirayotgan odamni ham, odamlarniki shunga bo'lgan munosabatini ham shundan o'rganishim kerak deyman. Biz endi yoshimiz, umrimiz necha yosh bo'lishimizdan qat'iy nazar baribir birovdan o'rganish kerak. Biri aytadi, birini ko'rib fikr qil, birini ko'rib shukr qil deydi. Baribir adashamiz. Hozir zamon o'zgaryapti, yoshlar nimalar bilan shug'ullanyapti. Bizlar oldingi zamon odammiz bizlar. Haqiqatan oldingi zamon odammiz, lekin bu zamonni ham ko'ryapmiz. Allohga behisob shukr. Lekin baribir adashib qolishimiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapsiz, bir-birini yomonlash bilan ovora. Menga keragi yo'q, qizig'i yo'q-da. Men hayotim o'zimga kerak. Birov mening hayotimni-chi hech kim anaqa qilmay qo'ya qolsin. Muhokama qilib. Keragi yo'q. U har bir inson yashaydiki, aytayapman, misol uchun boya bir aytib o'tdim, hammamiz bir duoda ko'chaga chiqamiz. Yaxshi niyatda, xalq bilan muloqotda bo'lish. Kecha mana shu prezidentning gapini eshitib turib aytayapman-da, men sizlar bilan maslahatlashib ish qilaman deyapti. Hattoki shunaqa bir narsa ochildi. Fonogramma masalasida gap ochildi. Bitta do'stimiz chiqib, shu fonogrammani yo'qotamizmi, jonli etamizmi, unday deb savol beruvdi. Keyin shu yigit aytdiki, mayli dedi. Bir paytlar ustozlarimiz juda katta xizmat qilgan, uni aniq bilamiz dedi. Ularga dedi imtiyoz bor dedi. Lekin yangi chiqqanlarga fonogrammalar, mashnaqa dedi, turdidagi prezident nima dedi? O'zlaring hal qilaveringlar dedi. Nima degan bu gap? Juda yaxshi gap bu. Uni o'zini mana Ahmadovich Ozod mana ministrlar o'zinglar hal qilinglar. Qarorni biz aytganingizga qo'l qo'yamiz. Bizga aytinglar, nima bo'lsa dedi. Na qarab tursangizchi, butun san'atkorlarga ham, boshqa sohaga ham baribir hammasiga e'tibor bo'lyapti. Biz hamma san'atkorlar bo'lgan uchun, misol uchun kinolardan bor, misol uchun rejissyorlar hammasi borda, misol uchun kitobxonlar hammasiga. To'g'rimi? Hammaga. Hammani bir xil ko'ryapti. Qolaversa, nima deydi? Bor imkoniyatni, davlatning bor imkoniyatini
aytyapti. Endi bu juda ham ortiqchasi bilan, o'z aslida ortiqchasi bilan xursand bo'lamiz, lekin xursand bo'lgan bilan biz ham shunga yarasha отдача javob berishimiz kerak. Bizlar ham xizmat qilishimiz kerak. Mana o'zim ham oldimga bir nima deydi, niyatlar qilib qo'ydim vatan to'g'risida, oqibat, mana kelajagimiz rivojlanyapti, rivojlanish, har bir sohaga e'tibor qilishimizga majburmiz san'atkorlar. Sababi biz insonlarni tarbiyalashimiz kerak. Insonlarga etilgan qo'shig'imiz bilan bir ruhiy oziqa olib, shundan insonlar ruhlanib bir o'zgarish kerak. Ayrim shunaqa muxlislarni bilaman, bizlar ham unchalik bo'lmasa kerak, qo'shiqdan ta'sirlangan joylarim bo'lgan qattiq manamda, lekin shunaqa insonlar bor. Bizdan ham qattiq ta'sirlanadi, qo'shiqning kuchi nimaligini biladi. Shular qatorida mana bizning prezidentimiz ham san'atga bo'lgan mehri, qolaversa aytdi, maqomni dedi. Mana shu bizning davlatimizga aeroportlar misol uchun bor-ku. Shulardan kelgan mehmonlar tushganda albatta dedi, o'zbekcha maqom muzikalar chalinib tursin dedi. Bizning bu o'zbek yurtligini bilsin deb. O'zbekistonligini bilish kerak. Men shu narsalarga juda qattiq menga qo'shildim shu narsalarga. Bizga ligotalar mayli, bu oshiqcha anaqa bizlarga. Juda oshiqcha. Misol uchun aeroportlarga borsangiz, misol uchun bir o'zimiz yurtga uchmoqchi bo'lsangiz, qarangda. VIP zalda kutib olish, tekinga uchish. Qarang, bu qayerda bor unaqa narsa? Bizning yurtimiz qarangda. Nima degan shunchalik darajada bizni shunchalik darajalarga olib chiqyapti. Endi o'ylab qarasangiz, o'chirab yoshimiz ham palonchiga chiqdi. Endi biza yosh ulug' san'atkorlarga o'sha narsalar yoqib tushadi. Lekin yoshlarni bilmadim endi. Ular o'zlari qoplab topib yurgandir. Yosh, misol uchun xalq artistlarimizda biza yoshimiz o'tgan sayin endi kuchimiz qaytadi. Boya ona bola aytmoqchi, bularga imtiyoz beraylik. Endi shuncha qo'shiq aytgan vaqti kelsa 10 soatlab, 1 sutkalab, 24 soatlab qo'shiq aytganmiz. Bor haqiqat, uni biladiganlar biladi. Endi bizlarga yosh o'tganlarga azdan imtiyoz bersa, u ham nohaq deb tushunish kerak emas. To'g'ri. Men bitta narsa deb prezident gaplarida men shunaqa narsani o'qidim. Masalan, bitta yaxshi asar, bitta ta'sirchan qo'shiq millatning ruhini ko'taradi. Bizga aynan shunaqa millatni ruhini uyg'otadigan san'at kerak, bizga xalqni ilhomlantiradigan qo'shiqlar kerak dedilar-da. Shunaqa. Aynan shunaqa qo'shiqlar, qanaqa qo'shiqlar bo'lishi kerak o'zi aslida? O'sha millatni uyg'otadigan, millatning ruhini ko'taradigan qanaqa qo'shiqlarni shunaqa qo'shiq deb o'ylaysiz? Endi bizlarniki hozircha mana yoshlarimiz ko'proq endi ko'p internet orqali bog'langani uchun hamma g'arb yo'llariga o'tib ketgan. Ayniqsa bilasizmi, bizning O'zbekistonda qancha chiroyli yashayotgan insonlar o'zini anonga ko'proq uryapti, g'arbga, boshqa joyga uryapti-da. Lekin qiynalib sal orqaroqda yurgan odamlar yo'q. Bu toshkaning ichiga o'zbekcha narsaga intilyapti-da. Endi misol uchun bu ortiqcha bo'lib ketyaptimi deb ham o'ylab qolasizda. Endi misol mana yoshlarimizga aytadigan gapimiz, sizlar birinchi o'zimiz urf odatni joyiga qo'yib qo'yinglar. Mayli keyin boshqasini qilsanglar, qilaveringlar degan fikrdaman. Men oldindan ham shu fikrda bo'lganman. Bugun ham men bugun bir unvon olib fikrim o'zgarib qolgan joyi yo'q. Joyi yo'q. Bilaman. O'zbek nega bizga aytadi, "Voy, mana qo'shiq qilsak deydi, hozir deydi, biznesimiz zo'r bo'ladi" dedi. Kerak emas menga. Buzib boryapmiz bizlar. Unsiz ham aytyapmiz mana bir ikkita narsa aytamiz to'y hashamda, lekin yo'q-da, bizlar iloji boricha milliy degan so'z menga dedi, hurmatli prezidentimiz aytdi, menga dedi, milliy degan so'z yoqadi dedi. Lekin milliy degan so'z bizim milliy urf odatlarimiz. Hozir mana kirib kelyapmiz, qizlar o'tyapti shimda. Nima degan so'z? Bir paytlar mana o'zimiz ko'chirib, qizlarimiz ko'chirsa atlas ko'ynaklarda. Siz hozir atlas ko'ynak kiysin, qanaqa chiroyli havas qilasizlar. Endi hozir bu gapimiz hozir biz ustimizdan kuladi. Mana chol nima deyapti deydi odamlarda. Ya to'g'risi bilaman. Odamlar ustingizdan negativ joyingizni qidirib yuradi-da. Bularga to'g'ri maslahatingiz, mana aytdim, shuning uchun men intervyu bermayman-da. Nima keragi bor intervyu bermayman? Hayotda nima qilsam juda zo'r saniki deyveramizda bizlar. Nega? Foydasi yo'q-da. O'zini gapi. Odamlarning tarbiyani shuning uchun bu bog'chadan boshlash kerak har bir insonga-da. Shularni tarbiyalab kelish kerakki, mana misol uchun ko'ryapmiz, bizlar ham bola tarbiya qilib ko'ryapmiz, boshqa qilyapmiz. Juda qiyin narsa-da, yigitlar. Odam ota-onani, kattani gapini eshitgan odam o'zi yomon bo'lmaydi. O'shani o'ylab ish qilinglar. Biz endi yoshimiz katta bo'lib qoldi, sal maslahatli gaplar bo'lyapti. Uzr so'rayman, og'ir botayotganlarga. O'zim so'rab oldim-ku, o'sha millatning ruhi, milliy ruh degan nima degani?
o'sha millatni hurmat qilish nima degani o'zi aslida, qo'shiqchilikda bu qanaqa namoyon bo'lishi kerak. Lekin baribir ko'plar o'sha bugun baribir estrada yo'nalishiga urib ketyapti. Siz o'sha foydalanasiz cholg'ulardan. Lekin baribir qanaqadir sizga o'zbekona chiqaveradi-da. Endi birovlar aytsangiz etolmaydi deydi, boshqa deydi, u deydi. Xuddi shunaqa deydi. Xo'p, mana G'ulom akalar yoshlarning ashusini ham aytdi bir paytlar. Munojot Yo'lchi va boshqalar. Endi u noto'g'ri narsa, etolmaydi degan so'z noto'g'ri narsa-da. U muzikani chaladigan odam chalib beraveradi. Siz o'sha ashulangizni, vazifangizni bajarsangiz bo'ldi, u yoqqa ketaveradi o'zi. San'atkorga uni bir aqlimiz yetadi. Shuni birov mana qilib beraymi deydi, muzika qilib beraymi deydi, yo'q qo'ying demadi. Mana misol bir ministrimizdan bir aytgan ekan, bir yigitga, muzikantga, mayli, qanaqa qo'shiq bo'lsa ham, boshqa chet davlatning muzikasi bo'lsa ham shuni milliy qilib chal degan ekan, milliy qilib aytaylik degan ekan. Bu to'g'ri fikr. Mana milliy ruh deganda, mana yoshligingizdan bog'chada o'sdingizda, misol uchun parasmi, yoshlarimiz bog'chada o'sadi, ruschada o'sadi, boshqa qiladida, o'ta ruschada boyag'i nima deydi, ruscha qo'shiqlarni o'rgatadi, ruscha ashlar o'rgatadi. Misol uchun u odam o'sha onamdan ketadi, do'stlar. Milliy ruhdan ketadi, aytib qo'yasizlarga. O'qimasin degan joyim yo'q. O'qigan bilan uyda o'zbekcha qo'shiq, bir paytlar ministrimiz aytuvdi, Aziz Xo'jayev. Shu aytuvdi, uyda men bola chaqamga dedi, o'zbekcha narsa qo'yib eshit desam deb, men kelsam deydi, shu g'arb narsani ko'rib o'tiradi. Men kelsam buni qo'yadi, kelsam xohlamaydi dedi. Men majburlayapman dedi. Shularni sizlar oldinda men Iqbol aka ham shuni eshitgan shu gapni. Mana shu Iqbol aka biladi. Misol uchunchi, milliy biza yoshligimizda ustozlarning qo'shig'ini eshitganmiz. O'zbekcha kolorit boshqa narsa, do'stlar. Birovlar keladi-da, mana ashuni zo'r etib qo'yib deydi. Xo'p, qani kim? Bizga o'xshagan odamlar yo'q, bunda kolorit o'zbekcha yo'q desak, voy bo'ldi, biz so'zga gap qolamiz, mana meni yomon dedi, bunaqa odam, unaqa odam. San'at boshqa narsa, do'stlar. U misol uchun san'at boshqa narsa, hurmat boshqa narsa. Bizning qilagan mehnatimiz. Mana misol uchun maqomdagilarda o'zbekcha kolorit, o'zbekcha ruhda aytilayotgan muzikalar bor. O'zbek muzikasini esingizga sola oladi-da. Biz indiyskiy muzikaga o'zbekcha aytganingiz bilan o'zbekcha bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Turkcha muzikaga aytganingiz bilan bo'lmaydi. Hozir keyingi paytda bizlarga turkcha kolorit kirib ketgan. Muzikani chalsa ham orasida turkcha muzikani chalib qo'yadi. Shuni qilmay desam, hozir modada deydi. Xo'p, mayli. Bo'lsa bo'lar deymiz. Odamlarga yoqadi-da deydi. Xo'p, mayli. Ular yomon emas, lekin biz turkiy xalqimiz mayli, hech narsa qilmaydi. Lekin iloji boricha o'zbekcha muzika nimaligini ko'rsatib qo'yish kerak. Kecha prezidentimiz nima dedi? Eshitgan bo'lsangiz siz uka, mana doirani dedi, chet davlatlarga borib doiralarning sadosi, g'ijjakning sadosi, g'ijjak dedi. Skripkadagi g'ijjaklarni ko'rsatsak dedi. O'zbeklarni bildirib turadimi dedi? Ha? Misol uchun Qozog'istonga borsangiz, o'zining do'mburasi bor. Do'mburani chalsa, o'shining koloritida o'zi dandara chaladi. Lekin shu qozoqcha muzikani eslatadi. Xuddi bir otda bir chopib ketayotganga o'xshaydi. Qarab tursangiz, bir o'xshatadi. Shu o'zbekchada ham muzika chalinganda xayolingizni olish kerak. Musiqa xalqqa ruhiyatini berish kerak. Ruhiyatini berish kerak. Ana shunda bir qanaqadir, mana birovlar aytadi, "O yoshlikda ashlangiz eting" deydi, "Shu bormi zapis" deydi. Nega? Shu yoshlikda zapisni eshitsa, u yoshligini eslaydi. Bizning institutda ham biza bir qo'shiq aytganman men institutda. Shuni ana kuni yaqinda ham bolalar aytdi. "Shu ashlangiz bering" deyapti. Boshqa aytgam, "Yo'q, shuni topib bering" deb bor dedim. Nega? Shu ashlani eshitsa, o'zi chalgan ekada bir bola. O'shaning anosini beradi. O'sha davr ruhi. Yosh, unda chalinishlar, unda sintezator degan garmoniya, solfeji degan narsalar yo'q ichida. O'tda shuna unison deydi. Hamma birgalikda chalgan, birgalikda aytasiz. Xuddi mana hozir bir narsa живой etilsa shunday narsada. Shuni aytyapti. Azini qo'yib berdi, voy deb, "Mana shunaqa, voy, mana shuni menga bering" deb ana qildi, berib yubordim. Ana zapis qilib. Bu bir 80-yildagi narsa bu. Institutdagi narsani berib yubordim. Insonlarda shunaqa narsa. Bizlar yoshligimizda ustozlarni eshitganmiz, shularni eshitsak zerikmaymiz. Bitta tor bilan aytgan bo'lsa ham eshitamiz. Keyin shunaqa odamlar bor, mana vohalarga chiqdim. Menga aytadi, "G'iyosjon, shu bir ana baxshilar bor" dedi. Shobirat baxshi, shular baxshilarni ashlas topib bering dedi. Topdimda eshitib ko'rdim. Uni yoshlarimiz hayotda eshitmaydi. Lekin so'zlar zo'r. Eshitsangiz bir madh qiladigan narsalarda. Uni yoshlar hayotda eshitmaydi. Nima deyapti, eshitmaydi ham. Asa eshitgan. Nimaga kuyib pishyapti bu odam? Bekorga do'mburani olib turib, "Yaxshimisizlar, bir narsani beringlar, men ketay" degan joyi yo'q u. Faqat kuyib pishib aytyapti. Yurt uchun, xalq uchun shu Alpomushni aytyapti. O'sha o'tgan o'zimiz mana shu mangu berdilarni qo'shiqqa qo'shyapti. Har bir narsani aytyapti. Endi milliy ruh deganda mana shu milliy qo'shiqlar,
Mana misol uchun bekorga Rustam qori Tursunov demaydi. Ha. Mana Xayrilla akamlar, G'ulom akalar, Sherali Jo'rayevlar milliy ruhda qo'shiq qilib ketdi. Misol turkcha muzika boshqa, arabcha muzika boshqa, o'zbekcha narsa boshqa. Mana bizlar ham o'zbekcha ruhini juda ham maqom me'yorga keltiramiz deb aytmayman. O'zbekcha nola boshqa. Qani ayting birovga shu misolni no deb o'zbekcha nola qil desang qilmaydi, qila olmaydi. Misol uchun shu na kompyuterda qilganda to'g'rilaysiz-da. O'sha ohang chiqmaydi baribir. Chiqmaydi. Birovlar maqtaydi, voy, zo'r aytadi deydi. Dard boshqa, nola boshqa. Nolani har xil nola qilish mumkin, indiyska nola qilishingiz mumkin, arabcha qilishingiz mumkin. Lekin dard o'zbekcha bo'lishi kerak. Dard boshqa narsa. Nola o'zbekcha bo'ladi. Shu nola bilan dardni o'shani qo'yish kerak joyiga. Shunda milliy ruh chiqadi. Ana shu. Shuni kutib turuvdim. Dard bilan nola birga chiqishi kerak. Agar nola bo'lsa-yu, dard bo'lmasa yoki dard bo'lsa-yu, nola boshqacha bo'lsa, nola bo'lib turib dard bo'lmasa chiqadi. Bir maza qiladigan narsa chiqmaydi. Dard kirib boradigan narsa. Odam yuragiga kirib boradigan narsa. Misol uchun oson emas desangiz, bir yurak kirib boradi. Oson emas desangiz kirmaydi. Shu kirgizish uchun yurakdagi bir narsani yurakdan hozir ashutgan odam to'g'ri obrazga kirib ketadi, bilasizlarmi? Ana shu obrazi bo'lishi kerak. Shu dard, ruhiga kirish dard deyiladi. Nola qilish misol kel jonim, sendan bo'lak kerak emas. Bu nola. O'zingsan, mani jonim. Endi o'zingsan, mani jonim deyiladi endi. Endi shu nolalar o'shanda. Rustam akaning ashrasi shu sendan bo'lak kerak emas. Kerak emas. O'zingsan, mani jonim. Mana o'zbekcha nola. O'zbekcha nolalar mana shu. Boshqa hech qaysi xalqda bunaqa bo'la olmaydi-da. Yo'qda. O'sha bizning o'zbek nolalar boy. Prosta buni ishlatish kerak. Mana bir qiz chiqib tanovarni aytdi, voy, men qotib qoldimda bu nolani eshitmagan ekanman, menda o'zbekcha nolani. Men ham uzoqroqman dedim, boya men mukammal emasman dedim-ku. Qotib qoldim men-chi. Baraka topsin. Nuriddin aka Aminjonov olib bordi, eshitib, shu qani tanovarning sortlari bir qiz aytdi, voy, shunaqa shirin nola, uni bir san'atni tushungan odam tushunishi mumkin, hamma tushunavermaydi. Uning uchun siz shu ruhda yo'g'rilgan bo'lishingiz kerak. Tarbiyalangan bo'lishingiz kerak. Tarbiyalanmasdan faqat ruscha bonem, boya biz bir paytlar bonem degan narsalar bo'lardi. Chingizxon degan bir onalar bo'lardi. Shu taraqa. Faqat shu gumbur chaqiradi. Endi ularni eshitib yurgan odam bunaqa narsani tushunmaydi, nolasi. Bir ikkitasi keldida menga, men dedi Arabistonga borganman, shaqa turmushga chiqqanman dedi, bir ayol aytdi tag'in, bir san'atkorning bolasi, yoshi kattaroq. Arabcha bunday bo'ladi, maqtayverdi. Bittasi men Turkiyaga ishlab kelganman, Turkiyada bunaqa maqtayverdi. Yaxshi dedim. Hammasi eshitdi. Endi bo'lmasa mendan qo'shiq eshitinglar dedim, o'zbekcha dedim. Bilmayman, shu Sher akaniki ustozning qo'shig'ini undan ana tortadurlarni aytib berdim. Ul qarov ko'zlariga surma beja tortadir. Belki daldar elib artık tortadir deb ashani aytib berdim. Shu 3-4 ta narsa aytganki, o'zbekcha ashlayapmiz zo'rgan. Zo'r, shuni me'yoriga yetkazsa birov. Misol biz yetkazamiz degan joyimiz yo'q. Eshitginsan, yetkiza olmasa mayli eshitma. Yetkazadiganlar ham bor. Yetkazib beradiganlar bor. Shuda hamma gap shu hozir bugungi kunda o'sha o'zbek haqiqiy o'zbek nolalarini, o'zbek ohanglarini, o'zbekcha ijro yo'lini saqlab qolish haqida gap ketyapti. Hozir baribir bizni xohlaymizmi, xohlamaymizmi ko'p yoshlarda bunga emas, o'sha g'arbga intilish ko'proq-da. Bu bizani bizdan tashqaridagi narsa bo'lib qoldi hozir. Qaytarish uchun masalan nima qilish mumkin? Ya endi ustozlar bor, ustozlarda hammamiz. Mana men bir kuni Marg'ilonga bordim, master klassga bir kirib keting dedi kursdoshimda. Kirsam, endi mana hozir biz xalq artistimizda ular maktab o'quvchi bolalar bir maqomni yetdi, bir 15 minut maktabga boradigan, hali maktabga yetib bormagan bolalarda. Men taslim bo'ldimda sekin borib ustozi kim dedim.
desam yosh yigit ekan, sizlarga o'xshagan. Baraka toping dedi. U odam meni uyimda mehmon bo'lib ketgan, mana kursdoshlarim bilan kelgan edi. Men sizga qoyilman, boshqasini qo'yavering dedim. Sizga qoyilman dedim. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana bu boshqa Marg'ilonda. Bu-chi ustozga bog'liq narsa-da. Ustozlar nima o'rgatishni bilish kerak. Bolalarni qanaqa tarbiya qilishni. Chiqib o'tirib, endi misol uchun shu kelsa kelmasa qo'shiqlar, yo'q, kelsa kelmasa deb bunaqa noto'g'ri gapirmaylik. U qo'shiqlarning ham o'rni bor, do'stlar. Hamma qo'shiqning o'rni bor. Lekin birinchi o'rinda aytyapman, bizning milliylikni qilib qo'yinglar. Mayli nima qilsanglar shu qilinglar. Boshqa qilaveringlar. Nima aytsa aytaversin. Bizlar u qarshiligimiz yo'q. Biroq o'zining yuragidan bir narsa etkisi keladi. Mana bitta qizimiz bor, indis ketadi, shunaqa chiroyli aytar ekan. Gulnoza Karimova degan bir uyimga keldi. Ustoz dedi, hammani hurmat qilib yuradigan inson, o'zi juda ham toza inson, toza ayol. Qizda shu keldi, shunaqa bitta ashyotada men qotib qoldim-da, men aytdim, "Voy, dedim. Shuni ikkovimiz etak dedim. Men aytolmayman dedim. Shunda ketdi. U ikkita aytkizma bo'ldi, aytma dedim. Aytmay qo'ying bo'ldi dedim. Yetadi menga dedim. Yozib oldim, muzikalarni olib kelibdi. Men bir yolg'on bo'lmasa bir hafta shunga qiynaldim-da, aytdim. Aytib bo'ldim, men eshitib ko'ringchi dedim. Yaxshi aytibsiz ustoz dedi. Endi yaxshi emanman, uni ular biladi. Ustozimga eshitib ko'ray dedi. Olib borganiga buni kim aytdi debdi. Toping desa topolmabdi-da. Yo'q, bilmayman debdi. Lekin bor, kamchiligi bor debdi, lekin topolmayman debdi-da. Indamang degan, bu yoqqa keling dedim. Men o'zim boya muzika zama degan joyim bor edi, hozir kimgadir aytib o'tirdim. Shu yerga keldi, "Davay" dedi. "Mana muzikani bosib yuboring" dedim. Kameram bor. Kamerada zapis qildik. Va o'zimcha klip qildik. Xonaning o'zida. Endi olib borib ko'rsataver dedim. Ustozingga olib borib ko'rsat dedim. Shu bilan internetga qo'yib xursand bo'lib. Endi bizlar shu indiski narsani taxminan bir 20-30% aytdik. U qiz bir 80-90% aytadi. Endi qo'ldan kelgancha aytdik. Aytmoqchi bo'lganimki, bizlar o'zbekcha anonda o'sganmiz, lekin indis kinolarni ko'rganmiz ku bilasiz. Bir paytlar o'sha ohanglarda katta bo'lganmiz. Eshitganmiz-da baribir. Aytolmasak ham baribir eshitilgan narsa quloqning tagida qoladi-da. Masalan, siz hozir bugun endi ancha tajribaga ega bo'lgan, shu mana bemalol musiqa, qo'shiqchilik haqida fikr yuritishga qodir bo'lgan insonsiz. Nima deb o'ylaysiz? Biz bir 5-10 yildan keyin xuddi shunaqa maqomlarimiz, mana shunaqa o'zbekcha, o'zbekona ashulalarimiz qoladimi yo borgan sari g'arblashib ketaveramizmi? Qaysi yo'ldan boramiz? Qanaqa qilib shu milliy yo'lga ko'proq burish mumkin degan. Buning uchun mana kecha prezidentimiz aytdi, aeroportlarga boshqacha. Men bir paytlar shu so'zni shaxsan aytganman, mayli isbot darajasida kim chiqarsa chiqarib olsin, chiqarmasa Alloh guvoh aytganman. Uni tarbiyalash uchun bir paytlar xalq artisti klubi bo'lardi. Qattiq gapirmaganman, bir orqadan sekin yetkazganman. Men u ministerlarga yetkazmasin, bolalarga aytganman, oldimda bolalarga. Buning uchun bog'chadan boshlash kerak o'zbekcha ashula qo'yishni. Bog'chadan. Nega deb savol bering. Bizda bir mana kichkina bir ikkita bolalarni ko'rdim. 3 yoshlik bola ashula aytyapti. Eshitdinglar, qo'shiq aytyapti. Yo'q aytyapman. Demak 3 yosh bog'cha yosh. Aytyapti. Demak bemalol boshlasa bemalol. O'sha 2 yoshda. Siz kichkina bola bor, 1 yoshmi, 2 yosh bolaga muzika qo'ying, o'yna desangiz-chi, buni qimillaydi, o'sha muzika qarabda, bir narsa qiladi. Ishonmasangiz qo'ying. Mana tekshiraman o'zim nevaralarimda. Demak 2 yoshdan boshlab, 1-2 yoshdan boshlab shu bog'chalarda faqat o'zbekcha kolorit bo'lish kerak, muzika bo'lish kerak maqomlar. Ana shunda bizlar tarbiya qilib turib, u odamga mana estrada ayt desa, nima qilaman deydi. Hozir mana qarang, muzika maktablarga borsangiz, fortepiano turibdi, nima ish desangiz, opera aytaman deydi. Nima aytasan desam, faqat mashnaqa. Faqat g'arib narsa. To'g'ri, millati ham boshqa ularniki. Kimdir men millatni anaqa demoqchi emas. Bitta O'zbekistonda hamma millat bir xil bizada. Lekin masalan koreys millatiga xos, masalan qozoq, tatar, boshqa masalan ukrain, shular chiqib hammasi opera o'sha g'arb narsalarni aytyapti bizada. Lekin o'zbeklar hech qachon bora qo'ygan. O'zbekda o'tirgan rubob o'rgataman, maqom o'rgataman degan odam yo'q, bor bo'lsa uni hech kim kelmaydi ham. Hech kim eshitmay qo'ydi. To'g'ri, maqom bo'lmasa ham klassik narsalar bor-ku. Klassik qo'shiqlarimiz bor, chiroyli qo'shiqlarimiz bor. Mana munojatlarga kecha mana biz majlisdan keyin o'ynayapti qizlarimizda, chiroyli kino bo'lib o'ynayapti. Qanday go'zal. Bu narsachi bizlar men oldindan o'ylab kelganman. Mana chiqib konsert qo'ysak, dugoh, munojatlarni aytamada 5-10 ta odam o'ynating deyman-da. O'ynating shunga. U boshqacha. U ob'yomni bo'ladi. Ob'yom degansiz qanaqa deyiladi? Hajm. Hajmichi yo'g'on, qalin bo'ladi.
ko'rsangda tapir tupur qilgan narsa u o'xshamaydi. Misol uchunchi kesakkan bo'lsa chiqib o'ynashlari yo'q. O'sha chiroyli o'yinlarni xalq ko'rgandan keyin qo'li divideniyasi o'zbekcha diviziyani boshqada. O'zbekcha Arabcha harakatlanish diviziyani boshqa. Tushunto'g'rimi? Arabchada boshqa joylarni qimlatishga harakat qiladi. O'zbekchada qo'l, qosh, mimika, misol bo'yinni qimlatsa ham o'z joyiga topadi-da. Bor, boshqa millatda ham bor. Ularniki boshqacha qimlatadi-da. Mana shu milliy ruhdagi bu raqslar. Mana Muazzam G'ofurov o'ynaganda, mana o'zi raqqoslarga uncha qaraydigan odatim yo'qda. Men majburman qarashga. Muazzam G'ofurovga aytadigan. Majbur. Raqqos. Aslida endi uni bular bilan bilmayman. Majbur qaratib qo'ydi-da. Zo'r o'ynaydi. Shunaqa usullaringizni dona o'zi razbor qiladi, birov o'rgatmaydi. Shu qanaqa farg'onachasiz farg'onacha o'ynaydi. Buxorochasiz buxorocha diviziyani qiladi. Arabchasiz arabcha diviziyani qiladi. O'zidan anaqa gapirsangiz o'zi o'ynab ketadi-ku. Xuddi shunaqada bu odamki talant, unda iste'dod o'ta kuchlikligi uchun shunaqa. Shuning uchun shunaqa. Uningki stili kirib keldi bu yerga. Bizda tegirmonlar charpaligida o'ynaganda oyog'ini urib o'ynashi shu narsa bizda o eski onalarda ham ko'rgan bu narsani. Men eski bizning mana qishloq joylarda, eski qishloq joylarda shunaqa o'ynaydiganlar bor edi. Ko'rganman, ko'zimda qolganda, men bu Muazzamniki shuniki bo'rttirilgan edi. U juda ham sakrab o'ynaydi. Ha, buni orqalariga urib o'ynashlarini mana oldi hozir ko'pchilik raqsni mana shu tushunganlari sekin so'rasam ham Muazzam yaxshi o'ynardi, olganman deb to'g'risi aytadi. Tan olgan raqqosalarga ham katta rahmat. Bu birovning qilayotgan mehnatini har doim to'g'ri baholash kerak. Alloh shuni iste'dod qilib yaratgan. Mana ustozlarimiz ko'p narsalar tashlab ketyapti qo'shiqlar. Ularni haqiqatdan ham me'yorga yetkazgan narsaga tan olish kerak. Tan olishga o'rganish kerak. O'zi hamma ijodkorlar ham bir-birini tan olish kerak. Man qilaman. Lekin biz man degandan uyalaman, lekin ko'p qo'shiqlarimiz muzikasini o'zimiz bastalaganman, o'zimiz deganda o'zim bastalaganman. Lekin bizlarniki endi sifatlimi, sifatsizmi uni bilmayman. Men sifatli deb o'ylamayman. Men o'zimga yarasha. Mayli, birov samolyot bo'lsa samolyotdir. Biz Zaporoj olsak ham o'zimiz, shu Zaporoj olsa ham o'zimnikida, Zaporoj olsa ham o'zimniki. Shunisi ma'qul. Shu o'zim mehnat qilganman, lekin boshqalarning kompozitorlar, bastakorlaridan ham etganman. Endi ularga nisbatan o'zimniki misol uchun qilgan qo'shig'imki 10% bastakoriga bo'lishi mumkin. Qolgani hammasi o'zimniki. Siz masalan qo'shiqchilik san'atida o'zingizga namuna bo'ladigan, ustoz bo'ladigan kimlarni tilga ola olasiz? O'rganish mumkin bo'lgan. Unga har bir san'atkor, mana shu yoshlarimiz bor-ku. Endi boya birini ko'rib shukur qil, birini ko'rib fikr qil degandek, biz menda unaqa xarakter yo'qda. Qanday bir yaxshi chiroyli qo'shiq bo'lsa, menga qalbimga yoqsa, mana bu zo'r ish qilibdi deyman. Sababi bir ustozlarimizdan bir paytlar mana shu bola mana zo'r ish qilibdi deganki, bunaq bir 3-4 yilga aylanib qarasak, xuddi shuni yo'lida qo'shiq aytyapti-da. Iloji yo'q, kattami, kichikmi, yaxshi narsa bo'lsa-chi, shu baribir tortadi. Magnit azini tortadi-da. Shunga qarabchi, buni egiladi. Bir paytlar biz mana shu tegirmonni charapa deb aytuvdik, ko'pchilik shunaqa muzikalar ko'payib ketib qoldi. Shu yo'lda ko'payib ketib qoldi-da. Biz ham qo'shiq nima uchun bu odam populyarni, mana shunaqa qo'shiq aytsak zo'r bo'lamiz degan fikr kelganda odamlarga. Mayli, bu ham O'zbekiston san'atiga, qo'shiqchilikka bir narsa qo'shaqan hisoblanadi. Bizlar ham birovni eshitib yaxshi bo'lsa-chi, iloji yo'q, tan olamiz, qoyil qolamiz. Lekin bari shu o'tadi bizga. Men yoshligimdan ustozlarni ko'p eshitganman. Lekin mana uni eshitma, mana uni eshit degan so'z bo'lmagan. Xo'p, qaysi qo'shiqchini aytasiz? Mana masalan, kattalarni, ustozlarni. Ortiq Otajonov deb eshitganman, Alloh rahmat qilsin. Bobomurod Hamdamdan ham aytib ko'rganman. Undan ham Abdulaziz Imomdan, misol uchun-da. Ular bu yoqdan kelyapti-da. Misol Sherali Jo'rayev, Komiljon Otaniyozov, misol uchun Dadaxon Hasanov, misol uchun-da Baxtiyor Yo'ldashev. Misol uchun-da. Uni ham o'ziga yarasha. Ha, shularning qo'shiqini hech qanday qilmasdan aytib ko'rganmiz. Aka, shuning uchun ham bizda nima deydi? Informatsiya ko'pligi uchun o'ylab Jo'rabek Murodovni ko'p eshitganman. Sababi bizga shular singib qolganda, qarangda, baribir iloji yo'q ekan. Nima bilan yo'g'rilsangizchi, baribir shu o'zingizgacha oxiridagi mevasini chiqib kelaveradi ekanda, iloji yo'q ekanda. Hozir men Xitoycha shu aytolmayman-da, Xitoycha muzika qila olmayman. Nega deganda uni kam eshitganman. Lekin indischa eshitganmiz, to'g'ri. Hozir bugungi kunda arabcha, turkchani ko'p eshityapmiz. Ehtimol turkcha ayta bilishimiz mumkin, lekin o eshitmagan yaponcha shularni ayta olmaymiz.
Shuning uchun qanaqadir yo'g'rilib kelgan narsadan ijod kelib chiqadi. Oxirgi gapim yurtimizga ko'z tegmasin. Men shunaqa bir yurtda yashayotganimga Allohga shukrki, bizni shunaqa bir mehribon prezidentimiz borligini bilardim. Yana bir marotaba ko'rdik. Mana bizga bir kichkina bir mehnatimiz bu tilim uchida aytayotgan narsa emas. Yuragimda aytgan gap, hech o'ylamagan narsam edi. Shu bizani buyuk unvon bilan taqdirlagan uchun prezidentimizga ming rahmat. Allohga shukrki, mana shunaqa kunga yetib keldik. Mani xursandchiligim cheksiz. Iloyim boshqa do'stlarimizga, yaqinlarimizga, mana o'zingizga, hammaga ham shunaqa unvon berib, shu yurtimizdan xursand bo'lib yurishini, mana shu yurtga bor yuragidan, vujudidan xizmat qilib yurishini yaratgandan so'rab qolaman. Rahmat. Sog' bo'linglar. Sizga katta rahmat. O'zingiz ham sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ijodingizga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat.